Kişildeki ortak kesellik ayol kishi ajrashma degandikilam sen men namrat o'g'achqa ajrashim dedi. Sen men ko'z qilmas men boy bo'lgan bo'lsam menda ajrashib ketmaydi deydi. Sening namratliging yoki boyligingni shu ayol kishi bilib turib tegidi. Aqchan bir to'yliqiga haq 50 ming ko'y bergan vaqtda sen bir aqchan 150 ming ko'y bermagan bo'g'itding. Al-qatari Mo'shu jamiyatda nech bo'lsa to'y shuni bergan bo'g'itding. Bital o'zi qapriga to'y topamagan bo'g'itding shunama. O ayol kishi sening shu mushmang dada bo'lalaydi, er bo'lalaydi, aka bo'lalaydi, inim bo'lalaydi deb san tegidi. Seninki shu turmushda tirab chapadimi, alavatimi bilib bo'lib, sen bilan bir oilani qurib, bola tug'ib, bolani tarbiyalab elib mengishqa ayol kishi qiz bolaning ko'z yetkachga sen bilan to'y qiladi. Ammo lekin Elqa tulxutundek uyda irba turib, uyning eg'rini kishimi shu qiz bola qilgan, shu ayol kishi qilgan, bolanim shu maktabga olib ekangan, sen topgan pulingning tayini yo'q. Unda desam, sen topsang olmam demiz, kishi topmasa sen uyda o'tamay talaga chiqib topsang olmam deydiganlardan nechcha chiqsa. Ammo lekin ayol kishi degandan shu uyning tozlig'ini qilib, uyning to'shik-po'shikning, qishqatning, aning xizmatini qilib, bolaning xizmatini qilib shuningga Taladikede mana bir tal xizmat qilsa ayol kishi bir kunda 15 turli xizmat qilganligi uchun u oila ayol deb atalgan, oilada o'tiradigan, uydagi bo'mo, sening ko'zingga chashtirib chuvuq ko'rinadigan mushta ko'rinib qolganligi uchun uning qilayotgan har bir harakatlarini sen qadrlamaganing uchun uning turmush odatlari sening turmush odatlaring ozroq mos kelmasmi yana ananda qilsa ko'pga manmiya qo'ysa qopgan diqqat qilsa o'tgan deb sana anglitib bo'lmaganligi uchun oxiri ajrashishni qaror qildi. Chunki sen şu ayol uchun shu kichikkin moslashish bu edenning chigan qo'yib qonni o'zgartirib olmaydi. Ammo lekin shu ayol kishi shu qizlar uchun kichikkin moslashmaganligi uchun bu turmushning oxirini elib menish ko'z yetmaganligi uchun senda ajrashishni talab qildi, ajrashib ketdi. Sen ya topgan pulga yetarli bo'lmasa, yerib charchab kelsin talaga chiqib 2-3 ming shalaq shulq xejlaydiganga. Ya bir şalaq şuluk bir bayramı yet bayramı bir apramısan ya digini epramısan yani qaçan qaz öy qaqşap jirib ma qaz tümüdü ma qaz tümüdü ya bir görmey yuşurib almayma ya iş koyun tıqıb almayma aldımғы mağan madım desang man qalam ma dövlet tilda çen jiga doңшина qaram mada manımda ajasaq öydik ayol kishini xotirjam qilsang taladik pulni bilan topsa deydigan gap bor. Bu öydeki ayol kişininki hiç qanday digeri kemmey turib, hergiz pul tapamaysa, hergiz boy ulanmaysa. Hammaning o'rtaq keselmiş şu. Senin pulun bo'lmaganliging uchun shu ayol kishi ajrashib ketganmidi? Kallag'ni obdan silkitib, anan degan nima uchun ajrashgandi degan obda o'yla. O'zingda xatolikni qo'ymaganliging uchun, qayta shu ayol kishini azob bo'lganliging uchun, bu turmushdan umid kutmaydigan yoki bağlanligi uchun, umidsizlanganlik uchun sen bilan ajrashishni tanlaydi. Bayning uyida qazonmi 4 qulug'i bor. Diyxonning uyida qazonmi 4 qulug'i bor. Ya'ni shu qazonga soldig'imiz ila qargo'sh. Ya biz tugu go'shtni yemaydi, ya biz shirning go'shtni yemaydi. Hammamiz shu qo'y go'shti, qala go'shti, to'q go'shti yeymiz. Undan ortiq narsa yemaydi. Minnatdorlik qalbing bo'lmag'achqa ma qalbing, noit qora qalb, maya minnatdorlikni bilmagan bo'lg'achqa bir chumili janda bir chub ketgan nonning o'g'ini Muş mening mülkim uzuqim deb aş bital jingning uchak narsani tushib, uvusiq echirib, ashta tama ko'ldula qilib qishni baqadi. Lekin sen cho'qim ash yuzga shukr qanoat qilmaydigan bir non choy isam yo'q. Bugun ayolim bilan o'tirib non choy ichdim, rahmat. Atganim işte ayollar non choy ichibmi bir oyda o'tiramay u yerda bu yerda olib yurayotgan nurg'un ayollar bor, ko'z to'tib ketgan deb Aşnan şükür qanaat qilmaganligi uchun qanoatchan yuragim, qanoatchan qalbing bo'lmag'achqa, minnatdorlik tuyg'ung mindirik bo'lmag'achqa shu ayol kishi bo'ldi sen tashlaydi. Senda voz kechidi. Voz kechadigan o'zing ekib qo'ygan shuni. Bo'lmasa turmush qurgan 100 odamning turmushida hozir shu 90-yildan 80-yil tug'ilgan, 2000-yil tug'ilgan bolaning ichida bay men deb birasning ishkisiniki pardasini men bu mavzuning qizil qog'oz etib olganini ko'rmadim. Hammadam shu dekan uy oldi, dekan mashina oldimda, oltinim dekan olgan bo'lib ketibdi hozir. Lekin minnatdorlik tuyg'um bo'lsa, haliqa
Бақытны his qilsa kap yaxshi, baxt his qilmasa dachi turm yaxshi degan gap bor. Shuningga miyaring his qilsang shuni, shu ayol kishi ajrashmaydi. Hammangni o'rtaq kesalmish shu. Qilasang tilavra, nekaslab o'tiravermam shadi shu. Qilasang ya bir gaping chiqib men chiqib olmaydi. Chiroyli gap qilsang, uchirib qaytarib qo'yim bo'lmay qapqas ketaverma shu. Amaliy gap. Ras